Organizmdan chiqib ketmaydigan faqatgina og'ir metall tuzlari bor. Og'ir metallar bor. Buni o'sha kasb kasalliklari shifoxonasi bor, maxsus konchilar bor, ishlaydigan, konda ishlaydigan. Nuqul shu nafas yutadi, og'ir metallar. Ana ular borib davolanadi. O'shalarda qolib ketishi mumkin. Kolani tarkibidagi modda ham shunaqa, chiqib ketmaydi organizmdan. Ichaklardan so'rilgandan keyin jigarga boradi, jigarda turadi, shundoq turaveradi. Chunki jigar uni tanimaguncha organizm bo'ylab chiqarib yubormaydi-da. Jigar eng qizig'i shundaki, kolani umuman tanimaydi, bir umr tanimaydi. Bu bo'yicha o'tkazilgan eksperiment bor. Hamma ichimliklarni yig'ishgan, hammasini ochiq havoga qo'yib qo'yishgan, qaysi biri qancha vaqtda aynishini ko'rishgan, qancha vaqtda ayniydi ekan qaraydi. Hamma ichimlik aynagan, lekin kola aynamaganda. Aynatish uchun unga yarasha bakteriya bo'lish kerak. Chunki bakteriya aynatadi-da. 300 kundan keyin ham bakteriya o'sha kolani parchalay oladigan fermentni o'zi ishlab chiqara olmagan. Shundan bilishganki, agar bakteriyalar buni parchalaydigan ferment ishlab chiqa olmadimi, demak odamning jigari aniq buni ishlab chiqara olmaydi. Eng qizig'i o'sha jigar o'zida bu narsani parchalay olmagandan keyin ushlab qoladi, jigarda yig'ilaveradi. Surunkali kola ichadiganlar shuning uchun jigarida albatta muammo bo'ladi. Bu fakt.